Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Mana navbatdagi mebelimizni uстановка qilib oldik. Buni Samarqand shahar Chorsuga qo'yib berganmiz. Xo'p, buni razmerga keladigan bo'lsak 3,5 metrga 2.35 balandlikda qilib tayyorlab berdik. Bu kishiga moyka kerak emas deganlar uchun moykalarni qo'yib bermaganmiz. Xo'p, rangiga keladigan bo'lsak, rangini tepasini oq akrildan, tagini mokri rangda akrildan qilib berganmiz. O'rtalariga ko'rishingiz mumkin dekor plast qo'yib berganmiz. Hozir yangi chiqqanlardan fartugiga svechchalarni qo'yib berganmiz. Xo'p, buni korpusini rossiyskiy laminatdan qilib berdik. Polni PVH kromkada, akril materialdan. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin polni vakuumli sistemada, tortmalarigacha polni vakuumlida ishlaganmiz. Balandligi 2.35 sm ni tashkil qiladi. Hop, eniga 2.90 razmerda yasab berdik. Bunisini 60 sm ni bonus sifatida qilib berganmiz. Hop, ko'rishingiz mumkin 4 ta plafon qo'yib berganmiz. Kimga kelishdan xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Agar katalog so'raganlarga katalogni opsiyaning boshiga yoki kommentariyaning boshiga belgilab qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановkalarimiz tekin. Oshxona mebeldan tashqari bizlarda xizmatlarimiz bor. Detskiy, Spangan turli ismi, Detskiy ismi. Shunaqa va boshqa turdagi mebellarni yetkazib olib borib beramiz.